Hayırlı gün hürmetli dostlar, hayırlı gün hürmetli yaktaşlar. Bugün şuşunday motor koyaşlı günni bizning yaratgan Tugan yak gazetabız o'zining tug'an kunin 30 yoshlik yubileyini belgilab o'tdi. Shu maydan men eng birinchidan gazetabizning bosh redaktori Oleg Huseynovich Andrijanovni, redaksiya xizmatkorlarini hamda shubayok nechama yillar to'g'ri bo'lib qolgan gazetabizning o'quvchilarini shunday zo'r bayram bilan tabrik etasim keladi. Tugan yak bugun Rossiyamizning ham chet el tatar ellarida o'qilatirgan bizning xalqimizning turmushin, yangilarin, problemalar bizga yetkazib turishi hayotni kutib olgan gazetamiz. Aldada Tugan yakka uzun ijodiy umr, yangi o'ngishlar, chin, ishonchli do'stlar tilab qolaman. Gazetamizning tiraji har vaqt ortib tursin. Bayram bilan sizni Tugan yak yubileyingiz kutlu bo'lsin. Сәлеметші туғайларға, ормандарға сәлемет, тау башынан айқалықса, Синайға да сәлемет. Әй, сен тағын мен қайтырымын, язмышым менем шұлда, Туған яқтың шақыруы, тырналап тамышында, Туған яқтың шақыруы, тырналап тамышында. Tugan yaktın şahruı, tırnalak kavuşunda.